Biz deyarli 90% vaqtimizni bino ichida o'tkazamiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Biz nafas olayotgan havo qanchalik toza? Gap chang yoki PM2,5 zarrachalar haqida emas. Gap havodagi ko'zimizga ko'rinmaydigan zararli gazlar haqida. Mana shu zararli gazlarni aniqlash uchun biz ushbu elektron qurilmamizni yasadik. Bu qurilma inson burni hidlarini sezgani kabi havodagi zararli gazlarni aniqlaydi. Bu qurilmaning asosi MQ135 nomlangan mana bu datchik bo'ladi. Bu yarim o'tkazgichli gaz sensori. Agar havoda kimyoviy gazlar ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, sensor ichidagi elektr qarshilik qiymati pasayadi va sensorni analik qiymati oshib ketadi. O'sha analik qiymatni o'zgarishiga qarab turib, loyihada, misol uchun mana shu qismida kimyoviy gazlar yaxshi, bu qismda kimyoviy gazlar o'rtacha va bu qismda kimyoviy gazlar inson salomatligiga zararli deb ajrata olsak bo'ladi. Sensor ichidagi qalay dioksid qatlami havodagi gazlar bilan reaksiyaga kirishadi va qarshilik o'zgaradi. Bu o'zgarish esa Arduino tomonidan signal sifatida qayd etiladi. Lekin havo sifati faqatgina gazlar bilan o'lchanmaydi. Unga temperatura va namlik ham juda muhim. Shuning uchun bu qurilmamizga namlik datchikini ham o'rnatganmiz. Bu yana ham havo sifatini aniqlashga ko'proq yordam beradi. Keling tekshirib ko'ramiz. Hozir ko'rsatkichimiz normada. Bunga hozir Acfix spreyni sepib ko'ramiz va natijani ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, natija biroz yomonga o'zgarib qoldi. Bu havodagi insonga zararli gazlarni aniqladi va datchikimiz yomon ko'rsatkichga o'tdi. Va biz bu qurilmani bir nechta joylarda test qilib ko'rdik. Namlik 33% mi? Holati yaxshi. Kimyoviy zararli gazlar 0%. O'sishni boshlatdim. O'rtacha. Bu juda oddiy va foydali qurilma. Ayniqsa o'zish joyi va sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Ko'proq toza havoda nafas oling va bizni kuzatishda davom eting.